kuning bir bor bag'rimga bosar. Hadajon, Matizga qarab qayoq surib qoldingiz? Mashinamiz bo'lganda hayotimiz ancha yaxshi bo'lgan bo'lardi. Xudo xohlasa bo'ladi, Adajon. Bugun avtobusda ketamizmi? Adajon, bugundan keyin yayov borib turaylik. Nega? O'sha pulam hozir menga handa bo'lyapti-da. Baraka top. Adajon, yuring. Adam emas, amaki demisam, qanday eshitib qoladi-yu? Ey, eshitsangiz turmaydimi? Yuring, ketdi ish bor, yuring. Mani qayoqlarga olib kelding? Havas qilib qaragan Matizingiz mana kaliti. Yaxshilikka qayting. Bu dunyoda ota rozi, Xudo rozi. Yana nima orzungiz bor? Edi, Adajon. Bu hayotda bitta eng katta orzuyim bor. U ham bo'lsa seni to'yingni ko'rish, o'g'lim. Ha, birinchiga taksi kerak emas ekanmi? Yo'q, amaki, yayov ketaman. Nima? Adamlarning bitta katta orzulari bor. O'shani amalga oshirish uchun menga pul kerak. O'shanga yayov ketyapman. Oramizda senga o'xshagan mujik o'g'illar ko'paysa, o'tar mashinaga arravakkash bilak. Odam tushmas qor bo'ling dada.